barchaga diydor tabrik agentligi jamoasining yashadek kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar, barchangizga xayrli kechlar qilamiz. 30-iyun sanasi soat millari qariyb 7:30 ko'rsatmoqda. Bugun Kattaqo'rg'on shahrida shoira onajonimizni hamda farzandlari Shavkatjon akamizni tavallud ayyomlari bilan qutlash maqsadida barcha farzandlar, aka-uka, opa-singillar tomonidan tashrif buyurganmiz. Kutilmagan sovg'a tarifasida bugungi oqshomimiz o'zgacha kayfiyatda o'tadi. Qanaqa deysizmi? Video davomida ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Ishimizni boshladik. Kuzatishda davom etamiz. Marhamat. Xonimlar hamda janoblar, tantanali kechamizning qadr-baland ishtirokchilari, barchangizga o'zbekona lutfiylar. Assalomu alaykum deymiz. Shoira onajonimizni davramizda yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Mana shunday fayzli oqshomga yig'ilgan qadrli mehmonlar, aka-uka, opa-singillar, onaxonlar, opaxonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasonat. Bugungi yaxshi kun, bayram barchangizga birdek muborak bo'lsin. Allohimning bergan go'zal, tinch va osoyishta kunida mana shunday go'zal oqshomda sizlar bilan diydor ko'rishganligimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Tabiiyki, barchamizga yaxshi ma'lum, bugun mana shunday ajoyib kechada, chiroyli oqshomda, fayzli dasturxon atrofida barchamiz jamu-jamlikda yig'ilib turishimizning sababi bugun bizning jannatimiz, gul rayhonimiz shoira onajonimizni muborak tavallud ayyomlari. Onamga ham assalomu alaykum deyman. Ona, salomatmisiz? Charchamasdan, bardam baquvvat, tetikkin yuribsiz. Qo'rqitib yubormadikmi sizni? Hayajonlanib qoldingiz, ozgina. Bayramlar muborak bo'lsin. Endi nasib bo'lsa, necha yosh? 18, 17, 16. Qaysi biri? 18. Bitta qarsaginglar bo'lsa 18 yoshlari uchun. Ozgina kam bo'ldi lekin. Qo'llarimiz bo'shmi qani? Qarsaginglar ovozi eshitilmayapti. Onaga chalganda qarsakni balandroq chalinglar. 18 bahor. Hali 10 kuningizdan bittasi ochilishga ham ulgurmadi, o'sbet qilmadi. Nasib bo'lsa mana shunday ulug' ayyom kunlarda barchamiz qo'llarimizni duoga ochib, yaratgan Allohim Tangrimdan so'rab turibmiz, sizga uzoq umr ato etsin. Yana ko'p yillar davomida shu farzandlarini baxtiga sog' salomat bo'lib, shularni baxtidan baxtiyor bo'lib yashang. Bayramni yana bir bora muborak bo'lsin. Bugun diydor agentligi jamoasi sizning barcha farzandlaringiz tomonidan mana shunday chiroyli oqshom bilan qutlash maqsadida kutilmagan sovg'a tarifasida tashrif buyurdi. Va albatta qadrli do'stlar, sho'rini eslatib o'tamiz. Bugun to'y qo'shaloq, bayram qo'shaloq. Bugun onamning farzandlari Shavkatjon akamning muborak tavallud ayyomlari. Shavkat akam qanday o'zlari? Shavkat aka, keling biz yonimizga. Kelasiz, qani bitta chiroyli qarsaginglar bilan. Assalomu alaykum. Tavallud ayyomlar qutlug' bo'lsin. Bu qarang, bu baxtda ona bilan bir kunda tug'ilish, ona bilan bir kunda tavallud topish, bu dunyoda bir o'zgacha ta'riflab bo'lmas tuyg'u. Qolaversa, ekonomishlik, kam xarajat, ikkovini bitta kunda qilib o'tkazib yuborasiz. Unaqa ko'p xarajat ham qilyapmaysiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Ana endi kechamiz asosiy qismiga navbatni havola etamiz. Ona, bugun quruq kelmaganmiz. Farzandlaringiz tomonidan sizga atalgan chiroyli sovg'alarimiz, surprizlarimiz kutib turibdi. Hali oldinda uylar beramiz, avtomobilni kalitini topshiramiz deyishyapti. Tayyormisiz? Bitta chiroyli musiqa qo'yib beraman. Onajonimiz turgan markazga kelasizlar, sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Qani marhamat. Ko'zlarimga keng bo'lam chiroyli, o'zimga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimang ey yor do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam Nasib bergan mehmonlarimiz bilan bitta ko'rishib, tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Mustahkamlar, onajonimizni bayram bilan muborak etamiz. baxtim ko'rayin deb qadri bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli.
ma'nosi bo'lmasa turmush kerak emas. Foydasi bo'lmasa hech ish kerak emas. Yonimda quvonchim onam bo'lmasa. Alam sahrosida sulton bo'layman, qudratim yetsagar xiroj to'layman. Kimga ham yonib ko'p ham kuyayman. Yonimda jannatim, beg'uborim onam bo'lmasa. Onani borligi bu dunyodagi eng ulug' baxt. Axir ona kim? Ona bu sabr tog'i, duolar quchog'i, mehr bulog'i. Ko'zimiz nuri ona, qalbimiz huzuri ona. Dunyodagi eng ulug' zot farzand uchun ona bo'lar ekan. Farzand dunyoga kelgan kundan boshlab bolasi bilan birgalikda ona qaytadan katta bo'lar ekan. Yig'lasa yig'lar ekan, quvonsa quvonchiga sherik bo'lar ekan. O'zi yig'layotgan bo'lsa ham bolasiga kulib qarashga majbur bo'ladigan faqat ona bo'lar ekan. Bolasini katta qilar ekan, voyaga yetkazar ekan, uyli joyli qiladi, turmushga beradi, uylantiradi. O'zini o'zi eplay oladigan bo'lgandan keyin ko'chaga qo'yib yuboradi. Vaholanki yoshligida beshigini ustida bedori parvona bo'ladi-yu, katta bo'lib ko'chaga qo'yib yuborgandan keyin bolasini ko'chadan qaytishini yana xuddi shunaqa bedor bo'lib kutar ekan ona. Onaning umri farzandini deb bedor o'tib ketar ekan. Farzand katta bo'ladi, voyaga yetadi, yaxshi turmush o'rtog'i, juft halol topadi, do'st topadi, o'z hayotini quradi. Lekin onachi, ona o'sha holatida qolar ekan. Ishga ko'z tikkancha bolam qachon kelarkin deya o'tirar ekan. Ba'zida biz farzandlar beboshlik qilamiz, onamizni bir bora yo'qlashni unutib qo'yamiz. Ish ko'pligini bahona qilamiz, vaqt yo'qligini bahona qilamiz. Lekin ona hech qachon unutmas ekan. Har safar joynamoz ustiga chiqib, qo'llarini duoga ochar ekan u: "Ey yaratgan Robbim, bolamni o'zing panohingda asra, yomon ko'zlardan saqlagin, rizqi nasibasini ulug' qilib qo'ygin, qo'lini hech qachon qurib qilib qo'ymagin" deb ona farzand uchun duo qilar ekan. Azizlarim, men nima demoqchiman? Bugun boring onangiz yoniga, o'sha hayot ozor bergan, titratgan, ajib bostirgan qo'llaridan ushlab, yuzlaridan o'pib, bir bora ayting: "Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Boringizga shukr ona" deb qo'ying. Keyin vaqt o'tgandan mana shu 3 dona so'zni aytish butun umrlik armonga aylanmasin. Farzand uchun eng qadrli narsa ona bo'lish kerak, ota bo'lish kerak. Chunki biz dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan inson ona bilan ota bo'ladi. Onani borligi dunyodagi eng ulug' baxt. Azizlarim, onangiz oldida bir zum o'tirib, mehrli ko'zlarga bir to'yib qarang. Dunyo ishlarini bir chetga qo'yib, onasi hayotlar, onangiz asrang. Hayotdan ketganda qadr bilinar, tomoqqa hattoki suv ham bilinar. Sog'inib yig'laysiz, bag'ir tilinar. Onasi hayotlar, onangiz asrang. Hazrat Navoiy bo'lgan dedilar: "Onalar oyog'i ostindadir, ravza-yu jannat jahon bog'i." Agar jannat istasang, bul ona oyog'i osti tuprog'i. Onani duosini olish farzand uchun bu ham farz, ham qarz hisoblanar ekan. Onani rozi qilish vojib ekan. Bugun qarang, farzandlaringiz sizni roziligingizni olamiz deyishibdi. Onamizni duosini olamiz, quvontiramiz deyishibdi. Nechta farzandingiz bor? 4 ta farzand. Shu 4 ta farzandingizni Alloh 4 tomondan omonda bersin. Dasturxonga qo'yilgan bir juft non kabi aziz, suv kabi serob bo'lsin, atrofingizda parvona bo'lsin. Onajonim, onam deb xizmatlaringizni qilsin. Nabiralar ko'rdingiz, ha? Xudo xolasa, iyovaralar ko'ring, chivaralar ko'ring, beganalar ko'ring. Borsin tomdan tarvarlarni ko'rganingizda ham mana shu yaxshi kunlaringizga kelib, hammamiz birgalikda qatorimizdan kamaymagan holda ishtirok etaylik deganlar, bitta guldiroz tasagilar emasmi onajonimizni sha'ni uchun bayram bilan bo'lib bo'lsa yana bir bora. Ana endi 4 ta farzandi bor dedingiz. 4 talasi ham shu yerdami? Rossiyada bittasi musofir yurtda. Bola chaqamni rizq nasibasini bergin Xudoyim deb ishlab yuribdi. Qolganlari kelsin shu yerga onajonimiz yoniga kelasizlar farzandlar. Hammalaringiz birgalikda kelinglar. Bugun onamiz yonida turamiz. Hozir men yuqorida bekorga aytmadim. Boring, onangizga bir bor yaxshi ko'rishingizni ayting. Qalbingizdagi eng samimiy izhorlaringizni bildiring deb bekorga aytmadim. Hozir onajonimizga atalgan eng go'zal niyatlarimizni bildiramiz, bayram bilan qutlaymiz. Agar qo'limizdan kelmasa, hech bo'lmasa mikrofonni olib, "Onajon, men sizni yaxshi ko'raman" deb aytib beramiz bir bora. Kattamiz kim boshlab beradi? Marhamat. Sizni yaxshi ko'ramiz aya. Yaqinroq ushlab ayting, boshdan. Sizni yaxshi ko'ramiz, doim sog' salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz onajon, doim sog' salomat bo'ling. Alloh. Sog' bo'ling. Keling.
Ayjon, boshimizga sog' bo'ling. Har doim yonimizda bo'ling. Bizda yaxshi. Ona mingda kiring, har doim shunday baxtli bosh bo'lib yuring. Shu boriga shukrona, qalamimga stevni bergan. Agar yana qayta hayot berilganda ham siz meni undan bo'lishingizni xohlardim. Rahmat. Salomat bo'linglar. Bugungi shodlikda kechagi g'amdan gapirma deyishadi, lekin bugun agar bir bor eslab o'tmasak ilojimiz yo'q. Afsuski bugun yonimizda otajonimiz Qadrinazar otam bugun yonimizda yo'qlar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, qabrlarini Qur'on nurlari bilan bezasin. Deydilar, ko'zga yosh to'lgan odamni ko'rsam, dadajon deb kulganda bolamni ko'rsam, armonim yo'q edi. Bir ko'rib qolsam, dadajonim, nurli iymonim, sizni eslayman. Deydilar, shum yetim, onasiz yetim, emishki gul yetim, otasiz yetim, menchi. Suratingiz ko'rsam o'shar etim, dadajonim, pokiza vijdonim, sizni eslayman. Eslayman zor bo'lib, diydam qotib qolgan ko'zimdan oqmas sira yosh. Meni ovutolmas siz kabi na do'st, na bir qarindosh, quchganam siz emas, qabrdagi sovuq tosh. Dadajonim, pokiza vijdonim, sizni eslayman. Yomg'ir yog'ar qor ostida qabr bor. Shu qabrning tagida men sho'rlikning dadam bor. Ustim butun qornim to'q, oilamni tengi yo'q, bolalarim mendan sho'x, faqat meni dadam yo'q. Tunlar sog'inganda kunduzlarini, kunduz sog'intirar yulduzlarini men eslayman otamning shirin so'zlarini. Men sizni sog'indim, sizni otajon. Endi kim sizdayin o'ylaydi meni, tunlari bedor yo'lim poylaydi meni, ayriliq azobi qiynaydi meni. Men sizni sog'indim, sizni otajon. Bolalaringni to'ylarini ko'ray derdingiz, to'ylaringda bosh bo'lib yuray derdingiz. Bolam, baxtingga men o'lmayin turay derdingiz. Men sizni sog'indim, sizni otajon. Bor edi o'zgacha hislatlaringiz, baytlar qo'shib aytar hikmatlaringiz. Bag'rimga bosgancha suratlaringiz. Men sizni sog'indim, sizni otajon. Ruhingiz chashma-i kavsarda qonsin. Hurlar haq nuridan ihromlar yopsin. Ruhingiz jannatda oromlar topsin. Sog'inib yashasak-da sizni otajon. O'ylamang, tinch yoting bizni otajon. Joylari jannatda bo'lsin, oxiratlarida obod bo'lsin. Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarni umrini uzoq, tan joni sog' qo'ysin. Shu farzandlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, nabiralaringiz baxtingizga hamisha sog' salomat bo'lsin. Bayramda yana bir bora muborak bo'lsin. Onam, kayfiyatingizni ko'tara olyapmiz. Ozgina endi yig'latishga majbur bo'ldik, sababi islamasdan ilojimiz yo'qdi. Ana endi kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Men bitta chiroyli musiqa qo'yib beraman. Onajonimizni farzandlar, og'aynilar bilan birgalikda davra raqslariga chorlaymiz. Eng go'zal va chiroyli kuy qo'shiqlarimiz bilan kechamizni chiroyga chiroy, ko'kiga ko'k qo'shamiz. Qani marhamat, ketdik chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Onalarining eng go'zali mani onam, ko'zga suray islarini, jonim onam. Onalarining eng go'zali mani onam, ko'zga suray jonim onam. So'zlari durdonaginam, yakkayu durdonaginam, so'zlari durdonaginam, yakkayu durdonaginam, boshimda parvonaginam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam. Onalarining mehriboni mani onam, ko'zlarida mehriboni jonim onam. Onalarining mehriboni mani onam, ko'zlarida mehriboni jonim onam. Начнем с тобой рано. Ты спросила, что по пиццу
Красавица, ты меня очень по душе нравишься. Сразу капучино предлагаешь. Ах, такая умница, умница. Ой, зовем капучино, ай, наливай вино. Я хочу сегодня романтичное кино. Зачем капучино, ай, наливай вино. Я хочу сегодня романтичное кино. Say, что? Canım aldı, atlar saldı. Kalem kalem kuşlarım hayalim aldı. Gel bana para, saçlarım kara. Yabancılar lisan, gözlerim kara. Sen canım aldın, oklara saldın. Kalem kalem kuşlarım hayalim aldı. Gel bana para, saçlarım kara. Yabancılar lisan, gözlerim kara. Kadının basıp dağına. Yanıp yanıma tamam.
mehmonlar kimsa qisargan uyalganda yine azoblar Azizning bo'yida maysalar ochildi malaning o'yida Kechalasa o'ylab satrning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida Malahat nega bermagin jarohat yuragimning davosiya malahat Sevmasam baxtdan olmasam shamsan olsam boshimga balosan nechun uyalma sindirding meni uyalma Salomat bo'lasizlar, onajonim, kelyapsizlar bizga yonimizga. Charchadim, bular havo bugun bitta issiqam bo'ldi, ozgina. O'sha ham ta'sir qilyapti. Havoda ham gap bor-da. Ana endi kechamizda tabriklaymiz, qutlaymiz sahifasiga navbatni havola etamiz. O'yinda o'zini ko'rsata olmadi bular, qani gapirishda qanaqa ekan. Hozir davronimiz badiiy maydoniga bugungi oqshomimizni qadrli mehmonlaridan Erkatosh ammajonimiz borlar. Erkatosh ammam qanlar? Erkatosh ammamiz keladi bizning yonimizga. Sababi amma keldi, hamma keldi deydi. Duo qilsa ammasi baxtli bo'lar hammasi. Ammajonlarimiz boriga shukr. Ammamning ikki og'iz eng chiroyli niyatiga quloq tutmoqlikni istab turibmiz. Yo'lash kelmaydilar. Shahodat xolam borlar shu yerda. Shahodat xolam qanlar? Birgalikda kelasizlar. Eng chiroyli, go'zal, samimiy tabriklarimizni, dil izhorlarimizni onajonimiz uchun bugungi tavallud ayyom sohibasi uchun bildirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Poyi qadamlarga jon tasadduq ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, kelinimni qarindoshlari, kelinlar, hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelinim yuzga kirsin, ballariga bosh bo'lsin, to'ylarini ko'rsin, nevaralar, begonalarni ham ko'rsinlar. Iloyim sog' salomat, ish ballariga bosh bo'lib yursinlar. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Opam tavallud kuni ekan, tabriklayman. Dunyo turbiga qilsin, sog' salomat bo'lsinlar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar, sog' bo'lsinlar, ballarni rohatini ko'rsinlar. Tabriklab qo'yamiz. Bilmasdan shuncha bo'lsa bilganingiz qancha bo'lar ekan, xola? Salomat bo'lasizlar. Mana dadam aytadilar, kim bozorga chopgan, kim uydadir ovora, suyaksiz go'sht olinar qassobga ming yolvora, choy damlanar achchiqib ko'rpacha qavat, dasturxondan joy olgan shirinlik asal novat, mevalarni sarasi olma anor o'riklar, konfetlar orasida boshlanadi ko'riklar. Qo'y yog'iga osh pishar suhbat rosa qaynaydi, jag'i tinmas hech kimni nimanidir chaynaydi. Bugun biling topilar har narsaning o'rig'i, mehmon bo'lib kelsa gar xotinlarni urug'i deydi. Bugun orag'aymoqlar tashrif buyuribdi, hammasini qadamlariga hasanat. Ana endi hoji onamiz bor deyaptilar. Ismlari Robiya hoji onam qanlar? Roziya hoji onammi?
kesinlarmi ismlarda ozgina adashyapman. Keling hoji ona. Bugun sizni qadamlaringiz qutlug', niyatlaringiz ulug'. Siz duo qilsangiz duolaringiz mustajob Xudo xolasa. Kelasiz eng go'zal niyatlarni, samimiy izhorlarni, qalbingizga tugib kelgan eng yaxshi tilaklarni onajonimiz uchun bildirib qo'yasiz. Sizga ham assalomu alaykum. Qadamlaringizga hasonat, bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun Shoira singlimning xonadoniga. Shoira singlimning tavallud kunlari muborak bo'lsin. Yuzlarga kirsin. Bolalarini huzur halovatini ko'rsin. Hoji onalar bo'lsin. Nimaki niyatlar bo'lsa niyatlariga yetib, hamisha yonboshimizda hamroh bo'lsin. Allohu akbar. Aytilgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Uch balodan asrasin. Charxov balokash bo'lmasa hoji ona ketib qolmang. Yonimda ozgina ushlab turaman sizni, mendan ranjimaysiz. Uch balodan asrasin, charxov balokash bo'lmasin dedik. Do'st mehrsiz, bidard ulfat, yor jafokash bo'lmasin, tishlaringiz tosh ko'rmasin, ko'zlaringiz yosh ko'rmasin. Alloh do'stga zor, dushmanga xor, nomardga muhtoj qilmasin. Bizga shunaqa ma'lumot berishdi. Roziya hoji onamizni chaqirgan paytingiz Xorazm lazgisini qo'yib berasiz. Xorazm lazgisini qotirib tashlaydilar. Ishqibozlari deyishdi, shu rostmi? Ha, hoji ona? Bitta o'ylab berasizmi? Men talab qilgan bo'lsa o'zlarim. Talab qilgan bo'lsalar o'zlarini deyaptilar. Bo'lmasa bundoq qilamiz. Roziya hoji onam bilan lazgida bellashadigan bormi shu yerda? Qani batl qilamiz. Kim bor? Ko'rdingizmi? Hech qaysi chiqolmaydi. Ha, ruhi yetmaydi hech qaysini. O'zingiz bitta o'ynab bering bo'lmasa ona bilan bitta davr raqslarga harom o'ynab berasizlar. Kechamiz undan keyin bo'lmaslar davom ettiramiz yana. Marhamat. Mehmonlar kelyapti, hali davom etadi Xudo xolisa. Sizni bezovta qilmaymiz, o'zimiz uchun belgilangan joylarga o'tirib olamiz. Ana endi kechamizda eng asosiy paroskim ruscha qilib aytganda kulminatsion nuqtasiga navbatni havola etamiz. Bugun tug'ilgan kun dasturxonimizda chiroyli tortlarimiz, baxt shirinliklarimiz bezab turibdi. Bizda o'ziga yarasha alohida o'rin tutgan ko'rinish, tort kesish marosimimiz bor. Tortlarimizni onajonimiz to'ygan markaziga olib kelasizlar. Biz ham musiqalar bilan sizlarga hamroh bo'lib turamiz. Tortni birgalikda kesamiz. Qani, marhamat.
Vilka. Vilka bormi Vilka? Qarang, bo'lmasa qo'shnidan so'rab turamiz. Olib keling. tug'ilgan kun Shavkat aka, qanday siydamlar Shavkatga? Shavkatga, hey! Ona, balki osmondagi to'linoy andoza olgandir yuzlaringizdan. Yulduzlar yalt etar ko'zlaringizdan. Olam nurga to'lar onajonim, siz so'zlasangiz so'zlaringizdan. Mushtipara onamsiz, siz mo'nisan. Yo'limga ko'z tikkan ona muhlamay bedor, yillarga qo'l cho'zgan cheksada azor. Sizga boshini eksin g'ubor va kibor. Allohning ne'mati, siz mo'nisonam. Sizlardan tug'ilgan nabiylar hatto, buyuk daholar, valilar hatto. Jannatning kaliti etilgan ato, Tangrimning xilqati, siz mo'nisonam. Siz bizni bog'irog'imiz ona, siz bizning o'chmas chirog'imiz ona. Birimiz onamiz yuradigan yo'llarda poyandoz bo'lsak, yana birimiz ular o'tadigan ariqda ko'prik bo'lmog'imiz lozim. Boringizga shukr. Ayyom muborak bo'lsa yana bir bora. Ana endi ona, bugun farzandlar tomonidan sizga mana shunday chiroyli oqshom tashkil etildi. Biz urf odatga ko'ra onajonimiz mikrofonni oladilarda, farzandlarga rahmatlarini, tashakkurlarini bildirib, eng samimiy duolarini bildirib, farzandlarini duo qilib beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz qarindoshlarim, aziz qizlarim, o'g'illarim, kelinlarim, hamma qarindoshlarim, sizlarga rahmat. Kuyovim, ukam, jiyanlarim, hammalaringizga sog' salomatlik tilayman. Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar iloyim. Iloyim bolalarimni, dadasini arvohlari qo'llasin. Ilohi amin. Rahmat boringizga. Iloyim bolalarim sog' bo'lsin. Hammasiga rahmat. Dilnoza qizimga rahmat, Munisga rahmat, Shavkatjonga rahmat, Madinga rahmat, o'g'limga rahmat. Iloyim yomon kunini ko'rmayish iloyim. Murodjonga ham rahmat. Uzoqda bo'lsa ham iloyim tinch bo'lsin iloyim. Ulayim eson-omonligini bag'rimga qaytsin ulayim. Hammasi qo'shqa qarisin iloyim. Baxtli, saodatli bo'lsin. Yomon kunini ilohim ko'rmay shularni. Dadasi ko'rmagan narsalarni meni bolalarim ko'rsin iloyim. Dadasining arvohlari qo'llasin iloyim. Arvohlari shod bo'lsin iloyim. Duo qiling. Ballariz duo qiling, ballar. Iloyim sog' salomat bo'lsin bolalarim. Ilohi amin. Yomon kunini ko'rmay bularni iloyim. Birlari amin bersin. Ilohi amin. Kimlar xushnud davlatining dong'i bilan, kimlar sarxush ibodatli tongi bilan. Odam aziz bu dunyoda ongi bilan xushniyat qil, tilda bo'lsin, dilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohimni bergan go'zal, tinch va osoyishta kunida mana shunday chiroyli, go'zal, ko'rkam, kutilgan, sog'inilgan hamda orzular ushalgan oqshomda sizlar bilan diydor ko'rishganligimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Endi qadrli do'stlar, har bir ishning boshi bor, yakuni bor. Bugungi oqshomga ajratilgan vaqt afsuski o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qisqa vaqt davomida sizlar bilan diydor agentligi jamoasi hamda davron mikrofonlari qarshisida Davron Mardonov bo'ldi. Sizlar bilan tinchlik, xotirjamlikda, sihat salomatlikda, yaxshi kunlarda bir so'z bilan aytganda, ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Kattakon rahmat hammaga. Bayramingiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Salomat bo'ling.